Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi Samarqand Fason Shohona darvozamizda Jizzax viloyati G'allaorol tumaniga olib kelib o'rnatdik. Samarqand Fasondagi darvozamiz eniga 355, bo'yiga 390 razmerga o'rnadi. 1 kvadrat metri 1.300.000 so'mdan olib kelib o'rnatildi. Ofis summasi 18 million so'mga o'rnatildi. Darvozamiz haqida, materiallari haqida ma'lumot berib o'tsak, stoykalari kurgovoy shiviller bo'ldi. 10 ga 5 shiviller, profillari 6 ga 4, 1,5lik stena. Ichidagi profillar, qirg'oqdagi bozlari 8 ga 4, 1,7 stenada bo'ldi. İçidagi profillar 6 ga 4, 1,5lik stenada. Listlari 2lik list ustiga 1,1lik tosh list bosildi. Juda baquvvat, juda chiroyli holda o'rnadi. Qirg'oqlarga, vibralargacha qo'yildi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, zamok har doim o'rnatiladigan o'sha zamok yaxshi xizmat qilib kelyapti anchadan buyon. Orqa holatlari, orqalari ham tekis, juda plotniy bo'lib, juda chiroyli holda o'rnadi. Hurmatli aka-ukalar, kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib, videomiz keng tarqalishiga hissa qo'shasizlar degan umiddamiz. Kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovka mavjud. Doim kuzatib boringlar. Keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.